Assalomu alaykum azizlarim, qaynonalar oshxonasiga xush kelibsizlar. Yana bugun biz qaynonalar oshxonasiga kiramiz. Ishimizni bismillah deb boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bir piyola sutga bir kosa qaymoq bilan aralashtirib, bir xil maslagincha qora olamiz. Suyuqligi bir xil bo'lguncha. Qora bo'lgandan keyin ilangan unimizga osh qoshiqcha razg'aytar, bir osh qoshiqcha tuz solib ilangan unimizga solamiz. Bir xil suyuqlikka bo'lib oldi. Endi xamirimizni solib qora olamiz. Xamirimiz uncha qattiq bo'lmaydi, yumshoqroq pishirish kerak. 15 minut o'rab dam oldirib qo'yamiz. Xamirimiz dam oldi. Endi xamirimizni eritamiz. Eritib bo'lib, uxlov bilan, juvo bilan yoki 1,5 cm, 2 cm qalinlikka yoyib olamiz. Bu milliy taomlarimizdan biri teri deyiladi. Nonushta uchun juda ham yaxshi taom. To'q tutadi, ham mazali. Nonpar yo vilka urib bir xil shaklda kesib olamiz. Qaymoq ko'p solingan uchun kesganimiz ma'qul, bo'lmasa sinib ketishi mumkin. Ham tarelkaga qo'yganda yaxshi chiroyli turadi. Hammasini bir xil shaklda kesib olamiz. Mana kesib oldik. Endi biz o'choqqa, qozonga pishiramiz. Buni tavoga, gazga pishirsangiz ham bo'ladi. Bu o'choqda ko'p qilganimiz uchun o'choqqa pishiramiz buni. Mana pishib chiqdi. Qarang, bittaga o'xshab chiqadi. Tayyorlab ko'rsangiz juda ham chiroyli. Qizil chiqdi, yoqimli ishtaha. Keling, marhamat.